Assalomu alaykum aziz muxlis, Guli TV kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, hozir ayrim tushunmaydigan insonlar ham borda oramizda. Nechinchi xotinsiz? Ya'ni bitta xotinni ustiga xotin olgan erkak bo'ldimi? U bu degan savollar kelyapti-da. Men xo'jayinimga bitta xotiniman. Xo'jayinim rasman ZAGSdan, nikohdan ajrashganlar. O'shan 10 yil oldin. O'shaning uchun meni xotinim deb birdaniga qabul qildilar. Xudo xolisa tez kunda biza ZAGSdan ham o'tamiz. Mendan oldingi yashagan nikohdami, ZAGSdami bo'lgan insonlar menga umuman qiziqmas. Ularni oilasida farzandlarini, ota-onasini, qavm-qarindoshlarini o'lchalik hurmat qilaman, ammo men aralashmayman. Umuman hayotini qanday olib borishi u erkak. Meni xo'jayinim erkak. 1000% ishonaman, hamma joyi chiroyli olib ketadilar. Xuddi shunday meni ham hayotimga men hurmat qilgan insonlarni juda ham hurmat qiladilar. Meni yaqinlarimni yaqinday ko'rishga va'da berganlar, ammo aralashmaydilar. Chunki men ham ularni tanladim, ular ham meni. Biz o'zimizning hayotimizni go'zal olib borishga, ya'ni men umuman hech narsa qilmasam, yashab bersam bo'ldi degan narsaga qaror qildik. Endi shu yuzunda mana xo'jayinimga bir de bir şey söyleyeceğim bebeğim. Söyle. Şimdi bak, insanlara konuşsan insanlar tamam dinler. Belki sana inanıyorlar, güveniyorlar, saygı duyuyorlar, tamam. Mesela güvenecekler ama ben belgeden yanayım. Bak şimdi bir dakika müsaade et, ben sana... Perevod qilaydi gapingni. Dediki, insonlarga gapirsang balki de yolg'on derlar, boshqa deb o'ylarlar. Men senga belgini ko'rsataman. Ya'ni ajrashganligim haqidagi shunchalik ko'ngillari tozada ko'rsataveradilar, ularga farqi yo'q. Ko'rsataman dedilar, hozir ko'rsatamiz. Burada bak ne yazıyor burada. Bak aşkım. Artık resmen bekarsınız. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Bak aşkım. Al. Mana. Kesinleşmiş. Endi buni juda ham yaqin qilsam ham ko'rinishi qiyin, lekin men uni o'zi sizlarga ko'rsatmasdim. Xo'jayinim shunaqalarda, qalbi poklar, hamma narsani. Senin takipçilerin o kadar değerli insanlar ki hepsi birbirinden değerli. Onlara saygı duyarak şöyle söyleyeyim. Sırf senin takipçilerin hatırı için devletimi herkese vereyim, herkes girsin, bekar mıyım değil miyim baksın. Ya da kendim alıp yayınlayayım. Baksınlar. Ben özgür insanım, ben özgür. Har qanaqasiga surishtirsinlar, boqsinlar, meni kimligimni Yo istese devletimi story'de paylaşacağım. Bütün milyonlar girsin baksın ben bekar mıyım, evli miyim? Yeter canım, yeter. Bu gaplar, bu so'zlar boshqa qaytarilmasa yaxshi bo'lardi. Hammaga men pulni qara, hali Oldu, oyuna düşemez. desak, hamma yoshmi, necha yosh deganlar uchun xo'jayinim bilan biz bir xil yilda tug'ilganmiz, 84-yilda. Mendan 3 oyga kattalar. Men 3 oyga kichikman xo'jayinimdan. Так что yoshlarimiz ham hamma narsamiz idealni chiqqan. Alloh shunaqa idealni qilib yaratdi bizani. Ben Gülü'yü sevemen, benge Gülü yakadı. Indi benge farkı yok, kim kanaka bakadı. Kulum kattele lekin yoktan gene şükür dor. Sevemen canım, sevemen o salçam. Oy